Aka, assalomu alaykum. Kechmisiz? Salomatmisiz? Siz qachon? Hozir bez taqib qo'ydigansiz ham aka. Yo'q, Yana vitamin olib kelyapmiz sizga aka. rahmat. Buni farzandingiz ichganlar? Albatta. Aka, buni olib berishingizdan oldin farzandingizda nima muammolar bor edi? Kechalari yaxshi uxlamasdi, tishini g'ichirlatib chiqaydi. Asosiysi shu umuman ovqat yemasdi-da. Injiqlik qilaydi ovqat vaqtida. Shunaqa muammolar bo'lganligi uchun ham shu mahsulotni tanladik. Oldik, Xudoga shukr, ancha foydasi bo'ldi. Bo'ylarni ham o'sganini his qildik. Hozir och qolsa o'zi ovqat bering deb keladi. Bog'chasidan so'rasa, bog'cha opalari ham orada bir yemay qo'ydi. Mana hozir yana yeyapti. Yaxshi o'zgarishlar bor, nutqida, bir muloqotga kirishda, ishqilib ijobiy o'zgarishlar bor. Yaxshi xursandmiz. Aka, bo'yi qancha o'sdi taxminan? Taxminan 3 santimetrlar o'sdi-da, chunki bir tibbiy ko'rikka aytganimizda 1 metr barobar edi, gapning ochig'i. Hozir 1.3 kecha nima qildik, yana tibbiy ko'rikka aytganimizda 1.3 chiqyapti. Biz xursand bo'ldik. Shu demak, ovqat yegani, bo'yi o'sgani, ayniqsa kechasi uxlaganda tishini g'ichirlasa, yoningizdagi odam bir tishini g'ichirlasa, odamga noqulaylik-da u. Nima bilyapti ekan bo'ladi, nima bor ekan bunga deb rosa qiynaldik. Keyin shu mahsulotni tavsiya qilishdi bitta og'aynilarimiz. Mana oldik, xursandmiz. Yaxshi bo'ldi. Mana shu rezultatni qanchada ko'rdingiz aka? O'rtada bir bu adashmasam 4 yil ekan u dorisi. Shuni bizlar tabiiy sokka qo'shib aralashtirib ichirdik. 2 haftalarda konkret o'zgarganini men his qildim o'zim. Chunki uyda o'zim kam bo'laman, ishda bo'laman. Kelgan paytda qarasam ovqat yeyapti. Qanday ovqat yeyapti desam, shu dorilarni, vitaminlarni ta'siri deb kelingiz aytib qoldim. Aytib xursandmiz. Yaxshi ekan deb qoldik kulishib. Yaxshi ozcha. Buni o'zi kim tavsiya qildi sizga aka? Menga emas-ku, yangangizga bir dugonasi tavsiya qilgan. Endi u ham olgan ekan shuni bolalarga. Shuning uchun tavsiya qildi, bir olib ko'ring. Men sizga chindan aytyapman. Yolg'on ma'lumot emas yoki birovni maqtash emas, firmani mahsulotini o'tkazish emas. Shunchaki bir olib ko'ring degan ekan. Shu bizdan bir olib ko'raylik. Qana bir doktorga aytsang ham hozir unga analiz topshir, bunga analiz topshir, yoqqa bor qiladi, baribir shu pul ketib qoladi dedik-da. Shu vitaminni oldik, qo'ydik, yaxshi, Xudoga shukr. Ha, aka, effekt ko'ribsiz. Shunaqa farzandli muammosi bor odamlarga nima deb tavsiya qilgan bo'lardingiz biz mahsulotimizni? Endi asosan birinchi navbatda ishonish kerak. Rezultatini bilish uchun natijasini vaqt-vaqtida berish kerak. Olib ko'rsin, zarar qilmaydi. Masalan, sizning mahsulotingizni ta'riflash uchun yo bir sotish uchun qilayotganim yo'q. Shu mahsulotdan bolalarim natijasini ko'rganimiz uchun tavsiya qilyapmiz-da. Aldab nima qilish emas. Olsin, ko'rsin, o'zlari keyin bahosini bizga o'xshab beradi. Zo'r.